Men doim so'ragan oshnalarimga ertaga bayram bo'ladi der. Har kuni aytardim. O'zim ichimda bilaman nima bo'lishini. Keladi baribir deyman. Ishonch bilan. Chunki o'qigan kitoblarimning birida aytiladi. O'lmaslikka harakat qil degan. Menimcha Aleksandr Dyumada bor. Haligi tosh zindonni ichida yotgan odam aytadi. O'lmaslikka harakat qil deydi. Xullas, sen kelajakka ishonmasang, o'lganing o'sha.